Bugungi natijalari mana delfin provodkami hamkasblar Shipon degan joyga keldik. Assalomu alaykum hamkasblar. Mana ertagalik ovga tayyorgarlik. Barinki ovga yangi qadam qo'ygan hamkasblar uchun bitta narsani aytib o'taman. Imkon bo'lsa mana paplovni sal ko'proq yasab olinglar. Buni ham xudo xolasa nimadan yasaladi, qanaqa qilib yasaladi, keyingi videolarni bir ko'rsatib o'taman. Paplovi ko'proq bo'lsa ov jarayonida qiynalmaysizlar. Ikkinchi tomoni kimnidir paploviga oqib ketadi, kimgadir berasizlar. O'zingizlar bilmagan holda hech yo'q bitta odamga yaxshiliklar tegadi. Kurcholarga kelsak, mana uchlik karp kurchok, yaxshi kurchok bu ham. Buni ham bozorda topish imkoni bor. Ikkinchisi mana bu kobrani mana uchligi. Bu ham yaxshi kurchok. Bu ham baliq qo'yib yormayapti. Keyingisi mana bu ham kobra. Bunda 12 ekan razmeri. Bu kurchok ham yomon emas. Bundan ham ishlatib ko'rdim. Yana bittasi mana oranjeviy pachkadagi. Bu ham mana karp, bu tepaga kobra yozib qo'yibdi. Faqat buni mana karpni, mana 12 ni, mana shuni uchovi deyarli razmeri bir xil. Bunga 3 yozgan bilan, bu ikkalasiga bunga 12 yozgan bilan, bunga mana 3 yozgan. Lekin buni katta kichiligi deyarli bir xil ekan. Faqat mana ulardan ko'ra jinday kichkinaroq. Xullas akalar, videoni kuzatib boringlar. Ertaga xudo xolasa Marinkavda ko'rishamiz. Assalomu alaykum hamkasblar, hammaga xayrli tong. Mana bugun xudo xolasa Uchturba tomonga qarab ketyapmiz. Endi qishki mavsumda bugun ham ko'raylikchi, natijalar qanaqa bo'lar ekan. Hamkasblar, mana ko'pchilik so'radi delfin paplovida qanaqa joyda qanaqa qilib ishlatadi deb. Mana shu turgan joyimiz, mana shu ro'para. Taxminan chuqurligi 1.20, 1.30. Endi biz bunga chuqurlikni 1.70 qilamiz. Sababi hech yo'g'i chuqurlikdan 30-40 yoki yarim metr atrofida sal uzunroq bo'lishi kerak. Chunki baliq paplovidan cho'chiyapti. Shuni hisobiga ozgina chuqurroq qilib qo'yamiz. Nimaga desanglar, bizda suv o'ta tiniq. Bunda mana hozir taxlangan holati bu. Endi hozir paplovni ko'taraman. Mana pastidagi o'ta kichkina mana gruz. Mana shu gruz bu yerga bemalol yetadi. Chunki bu yerda unaqa kuchli oqim yo'q. Bu gruz kurchoydan o'zingizlarda g'arichlarda 2 g'arich tepada turadi. Faqat suvning holatiga qarab bu almashadi. Oqim tezroq bo'lsa kattarog'ini, yana ham tezroq bo'lsa yana ozgina kattaroq qo'yasizlar. Endi undan teziga hamkasblar provodga qilasizlar. Biz endi hozir xo'rakka mana baklashgan mana chigitga mana holitada sharpiya qurdi. Shu sababini qildik, endi Xudodan so'rab shu yerda oqib yuramiz. Bitta narsani aytib o'taman, agar shunaqangi sekin oqadigan yer bo'lsa, sizlar zelonka yoki sharpiya qurtidan foydalansanglar, mana bu gruz shart emas. Chunki bu gruzdan sharpiya qurti yoki zelonka, uni o'zi og'irligi bundan og'ir. Bemalol suvda cho'kadi. Endi chigitadan ham foydalanaman, shuni hisobiga mana kichkina gruz qo'yib oldim. Hammaga omad, videoni kuzatib boringlar. Xudo xolasa natijalar yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana bizdan bitta natija. Akalar, yana bitta potchin. 22 keladi. Yana bitta 18.
Sherzod, ketdi. 8 yana. Mana hamkasblar, Shipon degan joyga keldik. Bu yerlar ham eski tochkalar. Ikki turbada ozgina ov qildik, 5-6 oldida shu bilan to'xtab qoldi. Sababi suvni boshlanishi, suv juda sovuq, baliq biriga to'p bo'lib to'planib olgan. Qaytmoqqa deyarli qaramay qo'ydi. Mana shu joylarda 2000-yillari ustozim Anvar aka birinchi bo'lib marinkoni shu joyda o'rgatgan. Shuning uchun doim duo qilaman, umrlari uzoq bo'lsin. Endi hamkasblar ana shu pastdagi peregatni probasini ko'ramiz. Yozgi kunida mana shu territoriyalardan ham yaxshi chiqadi. Xudo xolasa sezonda shu yerda bo'lsak, bu yerlarni ham oqib ko'ramiz. Qani endi Xudodan so'rab bu yerlardan ham oqlaylik. Natijalarda Xudo xolasa sizlar bilan video davomida baham ko'ramiz. Hammaga omad hamkasblar. Videoni kuzatib boringlar. Mana hamkasblar aytilgan joyga ham oz qoldi. Yetib keldik deyarli. Xudo xolasa shu yerdan oqib ko'ramiz. Bu yerda kichkina yama bo'lgan bilan ba'zida sal yirik-roqlari olib qoladi. Bugun Xudo xolasa mana shu territoriyadan ana suv tagida bitta bir kattaroq beton bor. Shuni atrofidan olib qolyapti. Olganda sal kattarog'i ham chiqib qolyapti ba'zida. Qani bo'lsa ovni boshladik akalar. Hamkasblar, bitta narsa aytaman deb esimdan chiqib qolibdi. Mana delfin provodkami, poplovgami, qaysidir bittasi kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, rostmana qo'linglar kelib qolganda, xudo xolasa natijalar ham yaxshi bo'lib qolganda, sizlardan bitta iltimos, hech yo'g'i bitta odamga o'rgatib qo'yinglar. Sababi siz bilan bizdan bo'lmadi deganda hech yo'q shu yaxshilik qolsin. Qolgani bir gap bo'lar. Oldindan katta rahmat. Hammanglarni hurmat qilgan holda sizlar bilan oddiy ovchi Lazizbek. Endi hamkasblar navbat baliq oviga. Hamkasblar 25 ga yaqin urib qoldi. Qolganda yaxshi olyapman kichkina berekatan. Mana bizdan bitta yaxshi sportchi akalar. O'sa bo'lib qolyapti. Bitta 22. Mana hamkasblar yana bitta 20 liglashib qoldi. Yaxshi har holda olib turibdi. Mana bizdan bitta natija olib qoldi. Mana akalar bizdan yaxshiroq natija olib qoldi. Sayas berekatlarni oldi. Bor bir 22 keladi. Bizdan yaxshi natija olib qoldi akalar. Har holda tishga bosgidek. Hali beri charchamaydi desam yaxshi charchab qoldi. Qolganda shunaqalar ham olib qolyapti. Bitta 20 lik. Tamom emas. Kechki ov yomon emas akalar. Ahvollar olib turibdi. Endi baliq yirik emas har holda. O'rtacha. Qishki sezonga bundan yirigini topa olmayapmiz. Hamkasblar mana bugungi natijalari bizda deyarli
sezon to'xtayapti. Shu yiriklari 4-25lik bo'ldi, qolgani kichkinaroq. Bundan ko'prog'ida ko'p maydalarini, bulardan ko'ra maydaroqlarini qo'yib yubordim. Endi xudo xolasa keyingi oylarda yana bir harakat qilib ko'ramiz. Shu 1 kilodan oshiqroq ushyapman. Mayli hamkasblar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga omad.